Toshkent viloyatida yangi katta xalqaro aeroport qurilishi boshlandi. Amalga oshiriladigan loyiha 4 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichning o'zida 2,5 milliard dollar evaziga aerovokzal hamda aerodrom quriladi. Bu bilan terminallar orqali yiliga 20 million nafar yo'lovchi va 129 ming tonna yuk o'tkazish, soatiga 30 ta uchish-qo'nish operatsiyalarini bajarish, 14 ta teleskopik traplardan foydalanish hamda bir vaqtning o'zida 62 ta havo kemasini saqlash imkoniyat yaratiladi. 15-oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatida yangi xalqaro aeroport loyihasi taqdimoti bilan tanishdi va yangi Toshkent xalqaro aeroporti poydevoriga kapsula qo'yib, qurilishini boshlab berdi. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 8 yilda poytaxtga avia yo'lovchilar oqimi 3 karra oshib, yiliga 9 millionga yetdi. 2040-yilga borib 24 milliondan oshadi. Lekin 11 million odamga xizmat ko'rsatadigan hozirgi aeroport shahar hududida joylashgani uchun uni kengaytirishning imkoniyati yo'q. Shu bois sohadagi yetakchi xorijiy ekspertlar va jamoatchilik vakillari bilan muhokama qilinib, O'rta Chirchiq va Quyi Chirchiq tumanlaridagi 1300 gektar maydonda yangi xalqaro aeroport barpo etilmoqda.